Birinchi bo'lib, hozir tepada aytganimdek, muomalani o'rgatish kerak. Masalan, kichik deganda bu odamzodga nisbatan emas, balkim o'sha kichik jonzotlarimiz, ya'ni bratья меньшие deymiz, ya'ni cho'lar, mushular, shularga ham bir ehtiyotkor bo'lishini o'rgatish bu juda ham muhim muomala. Ikkinchisi bu shaxsiy gigiyena. Menimcha bu juda ham muhim, chunki bizda nafaqat odamlar bilan jamiyatda yashaymiz, biz o'zimizni ham muhofaza qila olishimiz kerak. O'zimizga nisbatan ham mehribon bo'la olishimiz ham bu juda ham muhim. Masalan, aytaylik, endi gigiyena deganda tushundingiz, polni o'zini uhud qilishi va bu juda muhimligini o'rgatish. Uchinchisi bu rahmat va iltimos. Ko'pchilik joylarda shu narsani qattiq e'tirof qilishadi, hatto bu so'zlar bizda hayotimizga juda qattiq kirib ketganda, biz gohida sezmay qolishimiz kerak. Shu odamlar bizga rahmat yoki kechirasiz yoki iltimos deyotgan so'zlarni ishlayotganda biz уже e'tibor berishimiz kerak emas, lekin odamlar baribir kuchli reaksiya bildiradi bu narsaga. O'shaning uchun farzand birovlarni hurmat qilishi yoki ular bilan muomalada bo'lishi eng asosiy instrumenti shu.